Hozirgi kunda bizada 10 so'mgacha kreditlarimiz bor. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun endi istagini bildirgan fuqarolarga maksimal 10 so'mgacha muddati 4 yil muddatda 6 imtiyozlar bilan beramiz. Keyin yana tadbirkorlikni rivojlantirmoqchi bo'lsa, mahalla loyihasi, dastur doirasida kreditlarimiz bor. Buni imtiyoz davrida 2 yil, muddati 5 yilgacha bemalol olib tadbirkorlikni rivojlantiruvchi bo'ladi. Keyin yana yatishda ochib, yo bo'lmasa oilaviy korxona ochmoqchi bo'lsa 312 sonli qarorimiz bor. Uni 100 million so'mgacha beramiz. Muddati 5 yil muddatda bemalol sug'urta asosida oluvchislar bo'ladi. Keyin plastik kartalarimiz bor, onlayn mikroqarzlarimiz bor. Shulardan ham olib foydalansangizlar bo'ladi. Omonatlarimiz bor. Agrobankka 24%, 19% bo'lgan hozir. Bemalol olib foydalanuvchislar bo'ladi. Ya'ni keyin hozir oilaviy tadbirkorlik doirasida kreditlarimiz bor. 17,5%dan shulardan olsangiz ham bo'ladi.